Kitap Anlaş Topu'daki kadirlik dostlar, Arap ve İslam ellerinin ilim pen icadiyet kudreti namlıq maqalının üzüne Nobel Fiziki Mükafatı sahibi Doktor Abdüsalam'ın nutkudan anlayımız. Bunun aldıda Abbas Burhan Efendim'nin yazgan Doktor Abdüsalam'ın hayatı doğruluk tunuşturuş makalesini okup öttük 24 betlik. Hem de nutkunu anlayımız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deb başlaptı. Ben bu qadimki söhbət yığınıda təklifki binaən nutq sözləş fürsətiga müyəssər bolğanlığımğa intayın fəxrlənirəm. Mənə verilgan bu şan şərəfə çoğunqur minnətdarlıq bildirmən. Gerçi mən sözləydigan məzmunlar mening vətənimni öz içiga alğan, nurg'unlagan, taraqqiy qilayotgan davlatlar haqida bo'lsa-mu, lekin men bu yerda boshqalarning xato tushunib qolishidan ansirab turmay, jo'shqin hissiyotim bilan so'zlayman. Chunki Kuvaytda musulmonlarning qarindoshlik munosabati boshqa barliq munosabatlardan ustun turadiganligi hammaga ayon. Men bugun muhimi ilim-fen üstüde sözlemekçimen. Eğer özümüzden tamamen haklılık bolgan izzet abroyumuzu saklayımız desek, aldı bilen Arap İslam ellerinin ilim-fen ittifakıdaki icadiyet meselesine itibar berişinlami. Hem de zörür bolgan faaliyet ve tedbirinin kadem baskuşlarını oturup kuyuşunlarını ötünümen. Lekin ben bu meselenin sözleştiğin ilgili bir neçə minut vaxtınlarını elib, zərrici fiziksinin bazı tərəqqiyatları, bulubmu energiyanın asasi şekilleri ve təbiyyət güçleri bilen münasibetlik boğan bazı meseleler üstü toxtalıb ötməkçimən. Bunlar mən şuğulnamatqan ve tədqiq qılıbatqan ilmi meselelerdir. Asasi güçlerinin birliki. Fizika alimleri bunundan fakat 20 yıl ilgirila enerjinin asas şekillerinin tartış gücü enerjisi, elektromagnet enerjisi ve yadro enerjisinin iki xil şekli bolgan aciz tesir enerjisi ve güçlük tesir enerjisinin ibaret 4 xilga bölündiğanlığa işinetdi. Enerjinin yukarıki şekilleri bir xildən yana bir xilga özgürüb durdu. Mesela tartış gücü enerjisinin elektr enerjisiga ayrılğanlığı köpçülükü ayan. Su gücüdən faydalanıp tok çıkarış bu xil özgürüşün ispatı bulalaydı. Yani mesela Quyoshning ichki qismida paydo bo'lgan kuchli yadro enerjisi, Quyosh radiatsiyasi ve elektromagnet enerjisiga aylanadi. Men 20 yılın aldıda kesiptaşlarım bilen birdek halda her xil alametlerinin ifadelenişine qarab aciz yadro enerjisi bilen elektromagnet enerjisi asas cihetin oxşaş buludu degan qarashda bolgan edi. Bu mesele enerjinin bir xil şekilden yeni bir xil şekilge özgürüş meselesi öz içine qalmasdan belki bizning bu yakunimizning mazmuni texmo cho'nqir edi. Bizning qarashimizcha elektr gücü bilen yadro gücünün o'ttirisida tüpki farq yo'q. Ular butunlay o'xshash bo'ladi. Shunga biz muvofiq tajribaxona sharoitida normal kayfiyatda turib, aniq ifodalanmagan bu o'xshashlikni isbotlag'ili bo'ladi deb o'ttirg'a qo'ydik. Bu nazariyaning to'g'riliqni isbotlash birinchi qatim 1973 yili elib berildi. O çağda Ceneva'da təsis qilingan Avropa Yadro Tədqiqat Təcrübəxanası CERN-da neytral iqlimning mavjudligi təcrübə orqali bayqaldi. Bu bizning ana shu nazariy farzimizning asosli bo'ligi edi. 1978 yili Amerikaning Stanford tuz siziqliq akselerator, yani accelerator
tezlatgich, tuz siziqliq tezlatgich. Buni hal qilg'uch dalil isbotlar bilan ta'min etdi. Bu bir qatimliq muhim tarix ahamiyatiga ega tajriba orqali elektromagnit kuchi bilan aciz yadro kuchining birligining ikkinchi bir tarafi, uning yadrosi muayyanlashtirildi. Novosibirskdagi professor Barklov boshchiligidagi guruhning tajribalari bu xil birlikni texmo ilgirlab isbotladi. Shunga men yuqoridagi tajribaxonlar va Yevropa, Amerika va Sovet ittifoqidagi ba'zi cho'ng tajribaxon xodimlariga rahmat aytaman. Ular ilib borgan diqqat qilishga arzigidek bir yurish tajribalar aciz yadro kuchi bilan barliq elektr magnit kuchining asosan o'xshaydiganligini dalildi. Navbatdagi vazifa energiyaning uchinchi xil shakli, ya'ni kuchlik yadro kuchi, mushu bir butunlikning bir qismi bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligini isbotlashdir. Biz ba'zi kasbdoshlar bilan birlikda bu xil fikrni sistemalik bayon qildik. Hamda tajriba loyihasini o'rtaga qo'ydik. Bu xil tajribalar Amerika, Yevropa va Hindistonlarda ishlanishga boshladi. Agar bu tajribalar muayyanlashtiriladigan bo'lsa, ya'ni energiyaning uchinchi xil shakli, mushu butunlikning bir qismi bo'ladigan bo'lsa, Xudoning shafqatiga shukr aytaman. Biz taxminan 3 yil ichida barliq yadro kuchlari yalnızla aciz yadro kuchi bilan cheklanmaydi. Kuchlar bilan atomni shakllantiruvchi elektr kuchining o'xshash bir kuch ekanligini isbotlab chiqamiz. Moshundaq bo'lganda, tartish kuchi bilan yaqinda e'tirof qilingan elektr yadro kuchining birligini isbotlash eng oxirgi nishon bo'ladi xolos. Bu birlik nazariyasining umumiy mazmuni mundaq. Tartish kuchi almaning yerga tushishiga va oyni o'z orbitasida aylanishga majbur qiladigan kuch. Elektr kuchi va yadro kuchi qatorliq kuchlarning borligi bir xil ta'sir kuchining o'xshamagan ifodalanishidan iborat. Qarmoqqa bugungi kunda bu xil qarashga ishongil bo'lmaydigandek ko'rinsimi, lekin biz chuqur uning haqiqat ekanligiga ishonamiz. Yuqoridagi ko'z qarashni eng dastlabida Eynshteyn o'tirib qo'ygan edi, lekin buni aniq to'g'ri bayon qilish va dalillash uchun taxminan 50 yil vaqt ketishi mumkin. Men talash tortishda qolgan bu oxirgi masalani kelgusida islom davlatlaridan chiqqan yosh bir fizikning hal qilishini umid qilaman va tilayman. Sirtqi ko'rinishi tubdan o'xshamaydigan tabiat kuchlarining birligi ustida tavranmasdan izlanish biz fiziklarning e'tiqodimiz. Shundaqla mendek bir musulmonning e'tiqodi. Men Allah'ның bir qism o'rinlashtirishini tushunib yetishni shon sharaf va baxt deb bilaman. Shunga tuvanchilik bilan Xudoga shukr qilaman. Zalika fazlullahi yu'tihi men yasha vallahu zul fazlil azim. Sadaqallahu azim. Bu Allah'ның fazlidir. Allah onu xalagan adamga ato qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. Qur'on Sure Hadid 21-oyat. 1979-yil 12-oydagi Nobel mukofoti tarqatish marosimida men fizika mukofotiga erishuvchilarning vakili bo'lib, taklifga binoan Stokgolmdagi katta hashamatlik ziyofat zalida Shvetsiya podshoh oliylarining ziyofatiga tashakkur aytib so'zlagan edim. Mening shu chog'dagi so'zimning bir qismini o'qib o'tishimga ruxsat qilgaysizlar. Bular mening tabiat dunyosining oxirgi hisobda birligi va
simetriklikka ishonganligimga munosabatlik bir bo'ligidan iborat. Fizika ilmining kashf qilinishi butkul insoniyatning o'rtaq boyligi. Uni kashf qilishga sharq va g'arb, janub va shimoldagi ellar teng qatnashgan. İslamning muqaddas kitobi Qur'onda mundaq bir oyat qayd qilingan. Allazi xalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi xalqir rahmani min tafawut. Farji'ul basara hal tara min futur. Summa irji'il basara kerreteyni yanqalibi ileykel basaru hasien ve huve hasid. Sadaqallahul azim. Allah yetti asmanni birini birinin üstüde qilib yarattı. Mehriban Allah'ın yaratışıda hiç noksanını görmeysen. Sen asmanlığa tekrar qarab bakın ki birer yuçuqni göremsen. Andın sen yana iki qatım qarığın, közün asmanlarda birer noksana tepiştin, ümit üzgen ve talgan halda qaytıdı. Kur'an Süremilik 3. ve 4. ayetler. Bu barlıq fiziklarının itiqadı. Bizni ilhamlandırılgan ve bizge yargılak bulungan itiqat. Bizning izlenişimiz qanchaki cho'nqir bo'lgan siri, bizning hayronligimiz shuncha oshidi, ko'zimiz shuncha qamishidi. Men bu gaplarni bugun kashda kelganlarni uyg'otish uchun emas, balki 3. Dünya kishilar uchun, ya'ni ilm-fan ustidagi izlanish raqobatida fursat ve maddi baylık kemçil bo'lganlik sababidan orqada qolganligini e'tirof qilgan kishilarga qaratib deyotiman. İlim-fan butkul insoniyatning o'rtaq boyligi. İlim-fanning butkul insoniyatning o'rtaq boylik ekanligini ta'kidlash ve ilim-fan taraqqiyot tarixining butkul madaniyat tarixi o'xshash ba'zi davrlik almışdan başdan keçirganligini ta'kidlash yuzasidan men Nobel mukofotiga erishgan chog'da qilgan so'zimda bundaq bir tarixiy bosqichni eslab o'tgan edim. Bundan 760 yil ilgari Shotlandiyalik bir yosh yigit o'z ana yurtidan ayrilib, janubga qarab safar qilib, Ispaniyadagi Toledoga kelgan. Onun ismi Mikhail bo'lib, maqsadi Toledo ve Cordova'daki Arap üniversitelerinde turib ishlash edi. Mikhail miladi 1217 yılı Toledo'ga yetib kelib, u yerda ulug'vor bir plan tuzgan. Onun planı Aristoteleni Latin til sistemisidagi Yevropaga tonishtirish edi. O Grek yazıqidagi asli nusxani tushunmagachga, onun Arapça tercümesinden tercüme qilishga kirishgan. Ondan onu İspanca izohlab tushundirgan. Keyin Mikhail Toledo'dan safarga chiqib, Sitsiliyaga berib, podshoh Federik II'ning ordusiga kirgan. Mikhail 1231-yili Frederikning alayda ruxsati bilan Salerno meditsina maktabini ziyorat qilgan. Hamda Daniya doktori Hendrik Harobstrand bilan ko'rishgan. Hendrik keyin Eris Valdemarson podshohning ordu doktori bo'lgan. Daniyalik Hendrik Salerno'ga berib, o'zining qon elish va tashqi kasalliklarga doir ilmiy maqolasini yozib chiqqan. Stokgolmning davlat kutubxonasida buning 7 tomi saqlanib yotadi. Hendrikning dastlabki materiallari İslamiyatning ulug' hakimi Faxriddin Razi, Al-Razi ve İbn Sina,
Avicena'ning tibobatchilik haqidagi klassik asarlardan ilingan. Hendrikka bu materiallarni faqat shotlandiyalik yosh Mixail tarjima qilib beradi. Toledo va Salernodagi maktablarning barliqqa kelishi G'arbda ilm-fan ijodiyatlarining boshlanganligidan darak beradi. Lekin shuni aytib o'tish zarurki, islom allarida xeli burunla yo'ritilgan aql-farosat chiroqlari bu maktablarga yo'riqliq elib kelgan edi. İlim-fan ijodiyat faoliyatidagi bu davriy aylanishni men texmi aniqroq qilib aytib beralayman. Georgi Sarton o'zining 5 tomliq ilm-fan tarixi haqidagi o'chmas asarida davrlarni fan muvaffaqiyatlari to'g'risidagi hikoyalar bilan bo'lgan. Har bir davrni 50 yilga ayirib, har bir 50 yilni bir markazli shaxsga bağlagan. Mesela Sarton miladdan ilgirki 400 yıllarını Aflatun devri deb atagan. Ondan keyingi yıllarını ayrım halda Aristotel devri, Evklit, Arximed devri qatarlıq devrlərə ayırgan. Miladi 600 yıldan 700 yılgacha bo'lgan davrni Ayçin ve Xuanzang vakillikidagi Jonguluqlar devri deb ayrilgan. Ondan miladi 750 yıldan 1100 yılgacha bo'lgan 350 yilni Cimni Jabr, el-Jabr, Harazmi, Razi, Mas'udi, Vafa, Biruni, İbn Sina, İbn Hasan ve Ömer Hayyam davrlariga ayırgan. Bu shaxslar islom madaniyati va islom ellariga mansub bo'lgan Arab, Türk, Afgan ve Parislar idi. Ular islom madaniyati va islom ellariga mansub bo'lgan ximiya, matematika, meditsina, coğrafiya, fizika ve astronomiya olimlari idi. Georgi Sartonning ilm-fan haqidagi hikoyalarida faqat miladi 1100 yildan keyingi voqealar so'zlangan chog'dala ondan g'arbliklarning ismi, ya'ni termodinamikadagi Graf Roger Baconlarning ismi tunji qatim tilga olindi. Lekin shuning bilan bir vaqtda Ibn Rushd, Nasruddin Tusi ve İbn Nefs bu adam Harvey'den ilgili kan aylanish nazariyasini keşif qilgan qatorliqlar maydonga kelgan. Bu keyingi 250 yillik tarix jarayonidagi shon sharaf g'arbliklar bilan islom millatlarga o'rtaq mansub albatta. O'zim shug'ullanayotgan fizika ilmini misol qiladigan bo'lsam, ayni zamondagi ilm-fan natijalarini hozirgi zamon atalg'uri bilan tushuntirishga tuvandagi natijalar yetib eshib turibdi. Qadimki Greklarning fikrining aksicha Ibn Sina, yana Abu Ali Ibn Sina deb ataladi. 980 yildan 1037 yilgacha yashagan, yorug'liq manbasi chiqargan, cheklik surati tarqaladigan zarrachidan iborat deb qaragan. O yana issiqlik, ko'ch va harakatning mohiyatini tushungan edi. Onun zamandoshlaridan bo'lgan Ibn Hisam 965 yildan 1039 yilgacha yashagan, o'z zamonasining eng ulug' fizika olimlarining biri bo'lib, yorug'liq, optika ilmini tajriba qilish jihatda to'pa yaratgan. Hatta o Fermat en qisqa vaqt prinsipini bayqashdan ilgirila nur muhitdan asan ve tiz yetilgan musafa orqali o'tidi deb jakalagan. O yana inersiya qonunimi biletdi. Lekin bu qonun Newtonning birinchi harakat qonuni bo'ldi. O mexanika atalg'ular orqali nurning sunish jarayonini bayon qildi. Yani nur ikki muhitning chegara yuzlaridan o'tganda nur zarrachilarining harakati kuchlarning tikto't bo'ling qoidasiga bo'ysundi deb qaradi. Bu qonun keyin
Newton tarafından bayqılıb təfsili düşəndirildi. Miro alimi El-Harazini, yer şari El-Hazini, yer şari merkeziga yönelgen alemlik tartış gücü nezariyesini icat qilgan. O havanın eğirliği var degan farazni o'tirib qo'ygan. Qutbiddin Shirazi 1311 yıldan 1236 yılga yaşayan Qutbiddin Shirazi ve onun şagirdi Kamaluddin tunji qatim Hasan Hüseyinni tushundirgan hamda yo'riqliq, yani nur surati muhitning oktiv zishtiqi bilan, yani modda zishtiqi emas, oktiv zishtiqi bilan ta'tur tanasib bo'ladiganligini, hiperbola sirtliq linza orqali shar sirti abrasiyasidan saqlanqili bo'ladiganligini o'ttirga qo'ygan edi. Yuqorqi bayonlarda men Bruni, yani 973 yildan 1043 yilgacha yashagan Brunini tilga olmadim. El-Bruni o'zining zamondoshlari Ibn Hisamga o'xshash ulug' bir tajriba olimi edi. Onun nuqtai nazarlari Galileoga o'xshash o'ttir asrga emas, balki eng zamonaviy iqlimga tava edi. Onun bilan Galileo har qaysisi o'z oldiga mustaqil holda, yani burunroq tabiat qonunining Galileo o'zgarmasligini kashf qilgan. Agar biz bugungi kunda El-Bruni bilan Ibn Sina'ning asosiy zarichalarning tüp xususiyatlari to'g'risidagi bir-biriga yezishgan xatlarni ko'radigan bo'lsak, El-Brunining aqliy xulosa chiqarish usullari yanada yangi bilinadi. Yuqorqi odamlar yolg'iz fizika olimlari bo'lib qolmay, balki ularning meditsina, matematika, geologiya, falsafa va astronomiya sohalaridami o'xshashli ulug' tuhfalarni qo'shganligini unutib qolmasligimiz lozim. Undaqda nima uchun ularning ko'z qarashlari va bilimlarini yanada ilgarilagan holda joriy qildirib va bayon qilib 11 va 13 asrdagi fizikaning bir qismi qilib kirgizilmagan? Mana bu ilm-fanda kishini nihoyatda afsuslantiradigan bir ish. Buningga shu chaqda jamiyatda qayta o'zgarish bo'lib, keyingi hukmdorlar doim o'zlarining qaram harakatlari bilan ilm-fan uchqunlarini o'chirayotganligi sabab bo'lgan. 1350 yildan keyin İslamiyet dunyosi orqada qoldi. Lekin 1437 yildagi Samarqandning ahvoli buningdan mustasno edi. Amir Temurning nevrisi Ulug' Begning xonlik ordisi ilm-fanning o'chqi edi. Chunki Ulug' Beg o'zi qo'l ostidagi astronomiya olimlari bilan barobar o'rinda turib, ilmiy muhokamalarga qatnashib, birlikda ilm-fan kashfiyotlari bilan shug'ullanishni xushallik his qiladi. 1720 yili Dehlidagi Mo'g'ul podshohning ordisida Muhammad Shahning kalendar hisoblash kitobi barliqqa keldi. Bu kitob ayni vaqtda Yevropadagi eng yaxshi kalendarning yay gradisiga 6 minut o'zgartish kirgizdi. Gerçi bu vaqtda yuqorqidek tuhfalar bo'lsa-mu, lekin butun ilm-fan an'anasi uzoq vaqtgacha jonliq va jo'shqin bo'lanmay, sirt bilan aloqa qilmay, qatmal holatda turib qoldi. 20 asrga kelganda Shotlandiyalik Mixaildan boshlangan davriy almashish bir qatim tamomlandi. Shuning bilan ilm-fan ijodiyat sohasida g'arb ellari islom va arab ellariga turtki bo'ladigan navbat keldi. Buningdan 1100 yil burun Al-Kindi haqiqatni e'tirof qilish biz uchun numus emas. Haqiqatning manbasi qayerda bo'lishidan qat'iy nazar biz uni qabul qilishimiz va uni
özümüzninkiga aylandırıp elişimiz gerek. Haqiqatning pallasiga chiqqanlar uchun haqiqatning o'zidan qimmatli hech qanday narsa bo'lmaydi. Haqiqat izlanguchining inovatini va o'rnini ziyonga uchratmaydi deb yozgan. Elkinde shak shubisiz to'g'ri aytgan edi. Mayli u qaysi yerda tepilgan bo'lishidan qat'iy nazar, haqiqat degan haqiqat Allah bizni o'zi yaratgan dunyoni tushuntirib berishga xalq etdi. Men sizlarga Allohning odamning xususiyatini eng ro'shan ifodalab bizga ta'lim bergan mundaq bir duo oyatini o'qib o'tmoqchiman. Va qul Rabbi zidni ilmen. Ey Parvardigorim, ilmimni ziyoda qilgin. Qur'on Sura Taha 111-oyat. Bu yerde sizlarga shuni deb o'tamanki, ilm fan tarixidagi bir odam ism kelyotdi. O bo'lsa-mu 1967-yilda Nobel mukofotiga erishgan Hans Bess'ning hikoyasi. O karbonning davriyligini kashf qildi. Ana shuning bilan yulduzlarning g'oyat zo'r energiya paydo qila oladiganligining siri ochildi. O dal mush kashfiyoti orqali Nobel mukofotiga erishdi. Hans Bess karbonning davriyligini kashf qilish bilan shug'ullanayotgan kunlarda xotini bilan yangi Meksika oblastining qaqas bir yerida ishlaydi. Yulduzlar chaqnab turgan bir kechasi Zora Bess xonim eriga osmondagi yulduzlar nima degan yo'riq ha deganda Hans Bess xotiniga bilishingiz kerakki, hozir faqat sizlar yulduzlarning nima uchun doim chaqnab nur chechib turadiganligini biladigan birdan bir odamning yanida turyapsiz degan edi. İslam ellerining ilm fanda orqada qolganligi. Biz İslam elleri nima uchun orqada qoldik? Buningga hech kim aniq javob berolmaydi. Buningda albatta sirtqi sabablar bor. Masalan, Moğollarning keltirgan vayronchiliklari, bu vayronchiliklar kishining ichini sirildisimi, lekin bu vayronchiliklar ilm fanda faqat bir mahal uzib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin Chingizxonning keyingi 60 yil ichida uning nevrisi Hilako Maragada bir rasatxona qurgan. Peqirning kaltipamlik bilan kuzatishicha, islom ellarining ilm fanda orqada qolishidagi sabablar ikki qismda deb o'ylayman. Bugun men buning sabablarini tahlil qilib o'ltirishni loyiq ko'rmayman. Lekin bizning ichimizda parvosiz ve itibarsiz qarashning hüküm sürgenlikini aynı vaqtda en ulug' cemiyetshunos ve tarix şunaslarının biri bo'lgan hamda butkul bir davrning shonliq farosat egalarining birisi bo'lgan Ibn Xaldunning bir abzas so'zini naql keltirish orqali isbotlayman. Shotlandiyalik Mixailning safaridan 170 yil o'tib, ya'ni Del Daniyelik Henrik İslam dünyasının ilim qabul qilishning zarurligini bilib 170 yil o'tgandan keyin Ibn Xaldun o'zining Muqaddima degan kitobida anglashlarga qaraganda O'rta dengizning shimoliy dengiz yoqasidagi Fransiya tuprog'ida cho'ng bir falsafa ilmini o'rgatish o'rni bor ekan. O yerga o'qishga borgan kishilar nurg'unlagan fanlarni o'rgandi ekan. Kishilarga sistemlik turda olamning jimi mo'jizalarini tushuntirdi ekan. Bu bilimlarni biladigan odamlar nihoyat ko'p ekan. Ularning shogirdlari mo nihoyat nurg'un ekan. O yerda nima borligini Xudo o'zi biladi. Lekin bizning diniy ishlarimizda fizikaning qilchimi muhim emasligida shak shubha yo'q. Shunga o ishlar bilan karimiz bo'lmasligi kerak deyilgan. Ibn Xaldun ilmga qiziqmagan, orzumu qilmagan, uning e'tiborsiz qaragan. Hatto ilmni o'ch ko'rgan.
Bu xil parvosizlik yetimlikni keltirib chiqargan. Al-Kindining an'anasi. Har qanday joydan imkon qadar ehtiyojli ilmga erishish an'anasini astin chiqarib qo'yishi bilan musulmonlarning ilm-fan jihatdagi izlanishi ayni vaqtda yangidan maydonga chiqayotgan g'arb ilm-fanlar bilan bo'lgan aloqasini uzib qo'ygan. Onundan keyingi 500 yil ishida musulmonlar tashnolik bilan ilm izladi. Aldı bilan ular Jundi Hapur ve Harraman'a o'ltiraqlashgan Girik hem Suriye alimlaridan ilim aldı. O yerlerde Girik ve Suriye tillari tercüme qilingan eserler barlığa keldi. Andin ular Bağdat, Kahire ve başka joylarda xalqaro oliy tadqiqot o'rinlari ve xalqaro rasadxonalarni qurdi. Bu yerlerge her qaysi ellerden kelgan olimlar toplangan edi. Keyin bundaq muassasalar bir qadar güllengen g'arb dunyosida qurilishga boshladi. O eng dastlabida Toledo ve Salerno'da qurildi. O yerlerde ilib berilgan qizg'in tarjima ishlarida arab tili ayni vaqtda eng inovatli ilmiy til deb qaralgan edi. Lekin bununla karşı yönelişteki hareket bizning tuprog'imizda ko'rilmadi. Biz o'zimizni yetim qoldirdik. Jamoatga ayonki, ilm-fan jihatda o'zini yetim qoldirish aql farosatni nobud qiladi. Ibn Khaldun davridan boshlangan ilm ve farosatni yetim qilish, qudratli islom imperiyasi, Türklerinin Osman imperiyasi, İran'ın Safavi imperiyasi ve Hindilarning Moğol xonligigacha davom qildi. İslamiyatdagi bir muncha bilim tusini olgan fatvolar ilm-fanga to'salg'i bo'ldi. O chog'larda fanniy tadqiqotning har qanday diniy madrasalarga markazlashgan edi. Dinni medreselerdeki egzaki tarqıladigan dini aqideler yenilik yaratıştımı mühim hesaplandı. Lekin sultanlar, padişahlar, Avrupalıklarının kolunu keltiriyotgan texniki yeniliklerini bilmey kalmaktı. Ular Venesiya ve Genoliklarının denizcilik işlerine, miltiq yasaş texnikasiga ve Portugaliklarning kemi yasash texnikasi orqali boshqa elga tajovuz qilib erishgan ustunligiga diqqat qilmasligi mumkin emas edi. O chog'larda Portugaliklar bütün dunyodagi dengiz okeanlarni, jumladan islom davlatlariga tutashgan barliq dengiz okeanlarni hamda Mekke'ga boradigan dengiz yo'lini kontrol qilib olgan edi. Ular Portugaliklarning dengizchilik texnikasi tasodifiy bo'lib qolmaganligini zotilar tunib yetmedi. Bu texnikalarga ilm-fanni gullantirish hamda harmay talmay o'rganish va chiniqish orqali erishgili bo'ladi. Bu natijalar 1419-yili dengizchi shahzoda Henry o'zi bevosita qo'l silib barpo qilgan Sagres tadqiqot muassasasidan boshlab qo'lga kelgan edi. Biz hatto bu texnikalarga havas qilgan va uni tirishib o'rganayotgan chog'imizdami biz ilm-fan texnikining aqalli munosabatini yanala tushunib yetmadik. Faqat 1779-yilda Padişah Selim III Avrupalıklarning top zemberek yasash texnika üstünlüğüne taqabul turish uchun Fransiya va Shvetsiyadan o'qish taklif qilib kelib, Turkiyaliklarga algebra, trigonometriya, mexanika, etish ilmi hamda metallurgiya qatorliq fanlarning yaqinqi zamon tadqiqotlaridan dars o'tkazdi. Lekin Selim III bu tadqiqotlarning ishida asosli fanlarni tadqiq qilishni ta'kidlamaganlikdan
Türkiye Yevropaga zadila yetişemedi. 30 yıldan keyin Mısırlık Muhammed Ali Kömürkan ve altın kallarını ölçeş ve qadirish cihetde öz xodimlarini terbiyeledi. Lekin Muhammed Ali ve onun varisleri Mısırlıklarını asasi coğrafya ilmi cihetde yetiştirip terbiyelemedi. Texnikinin açlık ve küç ekanligini tadrici tonib yetken bolsaqmı, lekin texnikaga erishishda yaqin yo'lning yo'q ekanligini yanala tonib yetolmayapmiz. Amaliy fanlarni egallanishning oldingi sharti asosiy fanlarni ve onun icadiyetlerini öz medeniyetimizin bir kısmına aylandırıştan ibaret. Eğer birer adam Machiavellice şahs, yani maksat yetiş için vasıtalamaydigan şahs, tercümanın izahat. Bulup o pensiz texnikeden ibaret şuarını götürüp çıksa, onun bazarga salgan bu hol fikrinin yaman garazlı işkellikini tutunuluşumuz zürür. Bu yukarıdakilerden ta'kidlash üçün yakında tarqıtılgan ta'siri küçlük jurnal London iqtisad alimlaridan 1980 9 27 gün neşr qilingan Quyosh energiyasidan foydalanish mumkinligi haqidagi bir abzas so'zni naql keltiray. Uningda agar Quyosh energiyasi dünya energiya qachiligini hal qiladi deyilsa, o halda elbette 19. asrdagi fen texnikasining tüven derecelik tekşi o'g'zi radiasiya asboblardan foydalanib onu hal qilish mumkin emas. Texniki jihatdagi yangi bosish faqat kvant fizikasi, bioximiya yoki 20. asrdagi boshqa fanlarning qo'llanishidan barliq keladi. Texnikini asos qilgan bugungi sanoat kelgusida butunlay yangi fanlarga tayinadi deyilgan. İslam ellərində ilim fənni güllendirishning oldingi sharti. Müslümanlar özlərinin altın davri bo'lgan 8, 9, 10, 11. asrlarda ilim fan ustida izlanganligi hamda ilim fanni rivojlantirganligining sababini tepish qiyin emas. Müslümanlar Kur'an ve Peygamber'in hadislerine amel kıldı. Demişk Üniversitedeki Doktor Muhammed Ecebol Hatip'nin sözü bu iş etkanda, ilim fənnin mühimliğini ta'kidlashda mono sözlük, fasahatlik söz yok. Kur'an-ı Kerim'nin 250 ayetinde şeriat ahkamları bayan kılıngan. 750 ayetinde bolsa Kur'an'ın təxminən 8'de biri Müslümanların təbiyyətini tədqiq qilish ve onu tunuş hem de akıl parasetten tuluq faydalanıp ilim fen sahələrini cemiyet faaliyetinin bir terkibi kısmı qilish to'g'risida təşviq, tərg'ib qilingan. Men sizlarga shuni aytib qo'yayki, Peygamberimizning hadisida innamal ulema'u veresuhul enbiya. İnnamal ulema'u veresatul enbiya. Alimlar peygamberlerinin varisleridir deyilgan. Bu şereflik nam fen bilimlerine işengen alimlarga mensup. Çünkü onlar Allah'ın yaratkanlarını düşündüğün âli cenab adamlardır. Peygamber biz her bir Müslümanga meyli o er yoki ayol bolsun. İlim güneşinin Paris işkellikini bayan qilgan. Hamda Müslümanların ilimge eriş üçün tağ davallardan eşip
yiroq jungoga safar qilishidinmi yonmaslik to'g'risida targ'ib qilgan. Bu yerda men sizlarga shuni ogohlantirib qo'yayki, ilm degan so'zdan boshqa shu ma'nini bildiradigan so'z yo'q. Qur'on Kerimda ilm-fanni egallagan odamlarning afzalligi ta'kidlangan mundaq bir oyat bor. Qul hal yastavi allazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Sadaqallohul azim. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar baravar bulandı. Qur'on Sure Zümer 9. ayet. Mana bu söz Allah'ın kitabı, Qur'ondagi targ'ibot bo'lib, biz butkul islom ellari bilishga tegishlik ilmiy angdir. Qur'onga amal qilishning eng muhim ifodasi islom va arab ellarining ilm-fan ishlariga yordam berishdan iboratdir. Arab adabiyotidagi ilm-fan ishlariga o'xshash ahvollar ustida so'z bo'lganda, Jib mundaq deb yozgan. İslam ellerining ilm-fanda gullab yashnishi uchun jamiyatdagi o'rni yuqori zotlarning ularga boshqa joyga qaraganda texmo martibalik bilan zo'r darajada in'om qilishi ve yordam berishi shart qilindi. Musulmon ellari ojizlaganligi joylar ilm-fan hayoti kuchi ve qudratidan ayrildi. İlim-fanga madad berishni xushalliq ve shon-sharaf deb bilgan poytaxt ve boshqa joylarda ilm-fan mash'ili izchil turda yalqildi. Bundaq madadlar 14-asrgacha asosan davomlashgan bo'lsa-mu, keyin to'xtab qoldi. İstanbuldagi rasadxonni portlatish voqeasi buning tipik misoli. Rasadxonini Murad 3 Deniz armiya topçularına buyruq berib portlatdi. 16. asırda Alaeddin Mansur qin-qiniga patmagan holda bu voqeani she'r misralari orqali o'rda she'rlar to'plamiga kirgizdi. Ularning ko'rsatgan sababi Ulug'bek astronomiya jadvali tuzish vazifasini o'tab bo'lganmish. Kishilarning hamda uning ehtiyoji tushmasmish. Andan keyin William Eton devriga borgandimi mundaq chekinish to'xtamadi. 1800-yili Osman imperiyasi vaqtida ordu turishliq Britaniya elchisi konsuli mundaq deb yozgan. Dengizchilikni va kompasni ishlatishni o'ylashadigan hech kishi yo'q. Bir ish qilish, fikr qilish doirasini kengaytirdi va farosatni uyg'otish manbasidir. Lekin ularning diniy e'tiqod jihatdagi takabbur hissiyoti, chet elliklar bilan bo'lgan aloqaga qizg'inish kayfiyatida bo'lishi o'zlari to'sib qo'yotdi. Birisining salohiyati amaldorlikqa to'shmaydi. To'shqanlar safar qilmoqchi bo'lsa, qattiq tekshiriladi. Shunda qilib, odatdagi ilm-fan bilan shug'ullanganlarni kishilar tonimaydi. Kimyo yasash, zambirak yasash va shuningdek nuqul texnik ishlardan boshqa asosiy pallar bilan shug'ullangan kishilarni sarang qatorida ko'rdi. Eng oxirida u hozirgi zamondan bishorat berib, ular o'zlariga qayta pishiqlab ishlashga hojatsiz bo'lgan keraklik va qimmatli tovarlarni yetkazib bera oladigan odamlar bilan savdo qilishni yaxshi ko'rdi deb o'z bahsini oyoqlashtirgan. Biz tarixdagidek yana ilm-fan dunyosida oldingi qatorda o'talandik yo'q. Men samimiylik bilan shuni ko'rsatamanki, agar butkul jamiyat bo'libmi yoshlarimiz ana shundoq umidlik nishonni ko'zlaydigan bo'lsalar, biz yeta olishimiz mumkin. O'zimizning tarixiy tajribasi ve başka milletlerinin tecrübesiga asaslanganda şunu esimizde çin saqlashimiz kerak ki ilm-fanda oson yo'l yo'q. Bugungi sharoitda
Bir devletning yoshlari mushundoq nishonga qizg'inlik bilan intilishi hamda davlat ularga madad berishi kerak. İşçilarning ko'p sonligi ilm-fanda jafoliq mashq qildirilishi kerak. Xalq igiligidagi ishlab chiqarish umumiy qimmatining 1%dan 2%gacha bo'lgan qismini asosiy fanlar va amaliy fanlarni tadqiq qilish va rivojlantirishga ajratishni qo'lga keltirishimiz. Kam deganda buning ichidagi 10dan 1 qismini xos holda nuqul ilm-fanni rivojlantirish uchun ajratishimiz kerak. Yaponiya Mingji yangilash davrida shunday qilgan edi. Ayni vaqtdagi Tianhuang podsho taxtga chiqish qasamyat nutqida bilim mayli o yer sharining har qanday yiroq buning pushoqlarida bo'lsinmi, biz uningga erishishimiz lozim degan edi. Bundan 60 yil burun Sovet ittifoqi shunday qildi. Sovet ittifoqi Fanlar akademiyasining Ulug' Peter imperiyasi zamonasida qurilgan xodimlari ko'paytirildi. Hamda ular barliq sohalarda ustunlikni qo'lga keltirishdan iborat ulug'vor nishonini o'ttirga qo'ydi. Bugungi kunda Sovet Fanlar akademiyasi 1 milliondan ortiq olimlar to'plangan avtonomiylik tashkilot bo'lib qoldi. Kishini zo'qlantirgan Sovet ittifoqi tuzumi ostida har qaysi tadqiqot o'rinlarida ishlaydigan olimlarga ahamiyat berilib, ular turli alohida imtiyozlardan bahramand bo'lmoqda. Bugungi kunda hurmatga sazovor bo'lgan Iroqdagi qadimiy davlat Junxo Xalq Jumhuriyati tez surat bilan planliq turda ilm-fan ishlarini rivojlantirmoqda. Ular yuqori energiya fizikasi, olam bo'shlig'i ilmi, irsiyat ilmi, mikroelektr uskunalari, atom fusion fizikasi va issiq yadro tizginlash jihatlarida Angliya Birlashgan Podshohligiga yetishib olish va uningdan eshib ketishdan iborat nishonni belgiladi. Junguliklar barliq asosiy fanlarning bir-biriga zich munosabatli fanlar ekanligini to'nib yetdi. Bugungi oldin qatordagi fanlar ata amaliy fanlarga aylanadi. Shunga o'zimiz chuqum ilm-fanning oldingi qatorida menishimiz kerak. Shuni aytib o'tish kerakki, kishilar islom Arab ellarining xalq egiligi ishlab chiqarish umumiy qimmatini Jungodan ko'pligini shuning bilan bir vaqtda odam kuchi boyligi va tabiiy boyligi jihatda ancha farqlanmaydiganligini his qila oladi. Lekin Jungo faqat bir necha 10 yildala ilm-fan jihatda bizni eshib ketdi. Biz kam deganda Jungoga yetishib olish va Jungodan o'tib ketish degan nishonni belgilasak bo'landi yo'q. Buni o'ylashib ko'rish kerak. Yuqorida ilm-fanga madad berish ustida to'xtaldim. Bu masalaning yana bir tarafi bexatarlik va izchillik masalasidir. Mana bu mutaxassislar va olimlarning xizmat qilishi uchun zarur bo'lgan narsa. Hozir Arab va Pokistonning fan texnika mutaxassislari 30 mingdan ortiq. Agar ularda zarur bo'lgan iqtidor bo'lsa, ular Amerika va Angliyada uzoq vaqt turaman desa qizg'in qarshi elinadi. Ular qo'g'diriladi, hurmatga sazovor bo'ladi. Hamda u yerda ular teng barobarlik sharoitida o'zlarining xizmati bilan shug'ullanishga va bu sohada ilgirlashga imkoniyat bor. O'zimizga jamiyatimizda bizning ana shunday qilishga yo'l qo'yilandi yo'q. Hukumatimiz bilan vaqtliq fikr ixtiloflar bo'lgan davlatlardan kelgan olimlarni kamsitimizmi yo'q. Ularga mulozimat qilishni to'xtatib qo'yimizmi yo'q degan savollarni qo'yib beqishimiz kerak. Men bu so'zimda boshdan oxir islom va arab ellarining ilm-fan jihatda ittifoq tuzish masalasi ustida to'xtaldim. Gerçi bu davlatlarda hozir siyosiy jihatdan ittifoq tuzishga mumkin bo'lmasmi? Lekin ilm-fan ittifoqi aynı zamanda, ya'ni
İslam ilim fenining ulug' davrida mavjud edi. Shu chaqda O'rta Osiyolik ulug' zot Ibn Sina va Al-Buruni qatorliqlar arab yozig'ida tabiatni tasvirlagan. Ularning zamondoshlari bizning fizika sohasidagi qarindishimiz Ibn Hisam Abbos xalifaki tavallikidagi o'zining yurti Basridan ayrilib, Abbos xalifasining raqibi Fatimi xalifaligi Al-Hakimning ordisiga kelib turgan. Gerçi o çağlardaki siyasi ve dini talaş tartışlar hazırkıdan köp keskin bolsumu, lekin Ibn Hisam şu yerde hakikaten bu alayda kütüşke ve hürmetke sazaver bolgan idi. Bu xil ilim-fen ittifaqını anlık türde şekillendiriş zörür. Bu ittifaq hükümetimiz ve alimlerimizin manevi maddi cihetten yanımı qo'llashiga muhtaç. Bugün biz İslam, Arab ellerden kelgan olimlar kichik bir tashkilot tuzdik. Bu tashkilotning ilim-fan manbasi va ilim-fan ijodiyat ko'lami xalqaro saviyasining 100dan 1dan 10dan 1gacha to'g'ri keladi. Biz cho'qim birdek ittifoqlashib, odam va moddiy kuchlarni yig'ib, xuddi bir amaliy mavjud bo'lib turgan tashkilotdek xizmat qilishimiz kerak. Uning tabiiy rivojlanishi uchun hukumatlarimizdan to'lam huquqining uzartirilishini yoki to'lamdan xalos qilishni to'xtam qilishga ega bo'lishimiz lozimligini faraz qilishga bo'lamdi. Alayli, keyingi 25 yilda bu ilim-fan ittifoqidagi olimlar ve bu amnevi karakterdeki ilim-fen teşkilatı, hükümet tevellikideki alaylı bir teşkilat katarında muamele kılınıp qoğdılışı gerek. Siyasi ve dinni cihetteki ziddiyetlerine duş gelgende, ötmüşteki İslam ilim-fen ittifakıdek muamele kılıp bir taraf kılınsa boludu. En ahırkı mesela, bizning ilim-fan jihatga tirishishimiz bilan xalqaro ilim-fan sohasidagi aloqaga to'salg'i bo'ladigan masaladir. Kishilar shuning hayron bo'lmoqdaki, faqat Misrda 16 xalqaro ilmiy jamiyatning a'zosi bo'lgandan sirt, boshqa har qanday arab va islom davlatlari 5 dan ortiq fanda xalqaroliq ilim-fan hamkorlikqa qatnashib, ko'ngillik imzo qo'yib boqqani yo'q. Bizning bu ellerde xalqaro fan tadqiqot markazlari qurilib boqmadi. Xalqaro muhokama yig'inlarimi intayin oz ichiladi. Turmushni o'z davlatlarida o'tkazib xizmat qilayotgan olimlar chet elga chiqib, boshqa ilm-fan organlarida xizmat qilish va yig'inlarga qatnashish fursatiga erishish uchun alayda ruxsat qog'ozi erish texmi qiyin bo'lmoqda. Hatta mundaq səfərini pulunu buzub keçiş deb qaramoqda. Neft eksport qiladigan Arab ellərində şərait biraz yaxşıroq. Arab ellerinden başqa İslam davlatlarida ahvol texmi echinchliq. Dal mana shundaq aloqani uzib, to'saq paydo qilish meni intayin echinishli holda o'z vatanimdan ayrilishga majbur qilgan edi. Men o yerde uzun yıl o'qitish ishlari bilan shug'ullandim. Mana bu xil aloqani uzib to'saq paydo qilish meni Trestda xalqaro fizika tadqiqot markazi senterni qurishga majbur qildi. Endi jamiyatdagi o'rni menga o'xshash bo'lganlar uchun mundaq azoblangan tanlashning zaruriyati yo'q. Trestdagi xalqaro fizika tadqiqot markazi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xalqaro atom energiya muassisi bilan BDT'nin ilim-fan ma'arif teşkilatından ibaret iki xalqaroliq organdan ibaret. Bu merkez her yılı şu yerdeki Arab ve İslam devletlerinin 100 neçe fizika alimlariga maddi yardım berdi.
kishini azoblaydigan yeri shuki, bu moddiy yordamlarning mablag'i Arab va islom ellaridan kelmay, balki uning aksicha asosiy jihatdan BDT, Italiya va Shvetsariyadan keladi. Biz yalnız bir muncha olimlardan ayrilib qilishlar emas, balki xalqaroliq normal saviyadan ayrilib qilishga duch kelyapmiz. Bizning davlatlarimizning ilm fanni boshqarish usuli bilan G'arbning yoki Sovet ittifoqi Fanlar akademiyasining ilm fan tashkilotlaridagi o'zini o'zi idora qilish usuli o'ttirisida bir cho'ng hang mavjud bo'lib turibdi. Bizda pishqan kasbiy apparatlar sistemasi yo'q deyardik. İçki bahalash komiteti yo'q. Hunar sanoatining saviyasi yoki sifati haqida mustaqil tadqiqotmi yo'q. Olim mutaxassislar idorchiligidagi ilm fan fondi yo'q. Ularning mustaqil mablag' manbasi texmi yo'q. Yig'ib aytganda, İslam ve Arab ellari ittifaqida ilm fanning gullanishi tuvandagi 5 shartga bog'liq. Bular majburiyatni qizg'inlik bilan ustiga elish, mardlik bilan yordam qilish, bexatarlikka kapolatlik qilish, ilm fan ishlarida o'zini boshqarish va xalqaroga yuzlanish qatorliqlardir. Davlatlarimizning texnikasi. İslam dinimizde muqaddas kitabi Kur'an-ı Kerim'de tefekkur ta'kidlengenge o'xshash tasxir, yani tizginlashmi ta'kidlanadi. Yani fan bilimleri orqali tabiatdan foydalanish ham uni tizginlash. Tabiatni tonishga o'xshashli muhim ekanligi ta'kidlanadi. Shunga oxirida texnika meselesi üstünde to'xtalib o'taman. Qur'onda mundaq bir oyat bor. Allohullazi sakhara lakumul bahra li ma tazı iniq yazılmay nima qilmay qapti. Onu ko'ringlar. Bu Uyg'urchasini o'qib o'tay. Ham ko'zamatelib ketdi. Allah'ın emri bilen denizde kemilerinin yürüyüşü için sizlerning Allah'ın fazlidan talep kılışınlar için, yani ticaret kılışınlar, balık tutuşunlar, deniz astıdan önce mervayetlerini süzübilişinler için ve Allah'a şükür kılışınlar için Allah sizlerge denizni boysundurup verdi. Allah asmanlardaki ve zimindeki nesillerin hemmisini kamali fazlidan sizlarga boysundurup berdi. Bunun da hakikaten kudreti ilahini tefekkür kıladigan kavm için Allah'ın kudreti ve birlikini gösterdiğin roşen deliller var. Kur'an Sure Casiye 12. 13. ayetler. Kur'an'da bizga Davud ve Süleymanlarni texniki jihatdan ulgi qilib ko'rsatdi. Chunki ular o'zlari yashagan davrning texnikalarini pishiq bilatdi. Tömürni Davudga yumshoq qilib berdik. Biz uningga mukammal zavodlarni yasag'in dedik. Şamalni onunla boysundurup berdik. El-Kur'an Sure Saba'a 10-12 ayetler. Mening fahmimcha yuqoridagi gaplar ig'ir tipdagi mashinalar orqali shahar, ko'cha, o'rda, to'sma va suv ambarlar qurilishlarini yasashga bo'ladi deganlikdir. Biz İskender Zulkarneyn'nin tümür parçası ve eritilgen mistin mudafiye istihkamı yasağanlığını unutup kalgınımız yok.
Şuna metal eritish texnikasi, cho'ng tipdagi qurilish, shamol kuchidan foydalanish texnikasi va aloqalashish texnikasi qatorliqlarga ahamiyat berilishi lozim edi. Hamma musulmonlarga ayon bo'lgan muqaddas kitobdagi gaplarning hammasi kelgusidagi ishlar haqidagi vaz nasihatlar bo'lib, o jamiyatning amal qilishga tegishli o'lgilardan iboratdir. Tilkel emsalu nedribuha linnasi leallahum yetefekkerun. Biz bu misallarni kişilerge ular Allah'ın kudretini fikir kılsın deb bayan kılımız. Kur'an-ı Kerim Sure Haşr 21. ayet. Bizning cemiyetimizde texnikini mahirlik bilen ilgilişimizge nime karşılık kıldı? Arap elleridek 10 yıl işidila zor tirichallik ko'rsatib, bundaq texnikalik uskunalarni yasashga g'oyat zo'r mablag'ni ajratish insoniyat tarixida ko'rilib boqmagan edi. Mezahlanning statistikasiga qaraganda 1978 yilga kelganda Arab davlatlari bilan chet el savdogarlar orasida 400 milliarddan ortiq Amerika dollari asosliq texnikalik to'xtamlarga xarajat qilingan. Bu qurilishlar asosan hidrokarbon va neft ximiyasi 160 milliard dollar. Xalq qurilish, ya'ni transportni o'z ichiga oladi 80 milliard dollar. Po'lat temir zavodi, dora zavodi va ximiya zavodini o'z ichiga olgan zavodlar 40 milliard dollar mablag' silingan. Afsuski, bu qurilishning zo'r ko'pchiligi texnika o'tinish yo'lga qo'yilmagan usulda elib berilgan. Qurilish elib berilish jarayonida hamkorlik bo'lmagan. Yangidan ta'sis qilingan Arab texnik qurilish xodimlari, tadqiqotchilar tashkilotimi bu ishlarga aralashtirilmagan. Buning sababi qurilishni nurg'un ushshaq parchalarga bo'lib etgan. Masalan, Zahlanning statistikasi asoslanganda 1976 yili ishlashga boshlagan neft ximiya sohasidagi 584 qurilishning 83'ünü xalqaro savdo o'rinlari laylagan. Bu qurilishlarning ishidagi 16 Oriya zavodining biri Aljeriyning, biri Misrning, ikkisi Iroqning, 4'ü Kuveytning, biri Liviyaning, ikkisi Qatarning, biri Saudiya Arabistonning, biri Sudanning, biri Suriyaning, biri Arab Birleşmiş Halifligining idi. Butkul Arab ellerida birer davlat yoki bir necha davlatning ittifoq gavdasimi bu qurilishlarning loyihasini hodda qila oladigan yoki qurilishning vazifasini ustiga ola oladigan texnika asosi burunmi va hozirmi yo'q. Ularda qurilishning sifatini yaxshilash va zarur tepilganda qurilishni o'zgartib elib bora oladigan iqtidormi yo'q. Buning dal aksicha Yaponiyaning aholisi Arab davlatlari bilan teng deyarlik bo'lsa-mu, lekin ular 20 yilning oldida neft ximiya mashinalarini tadqiq qilib yasab chiqdi. Ana shu yaponiyaliklar dastlabdila mushu mashinalarni eksport qilishga bel bog'lagan edi. Shunga yaqinqi 20 yil ichidagi yaponiyaliklar zavodining 3dan biri eksportni qamdash uchun qurilyotdi. Yaponiyaliklarda xizmatni ustiga ola oladigan qobiliyat bo'lib qolmay, ular yana o'z kuchiga tayinib qudrat topadigan bir xil ruhmi bor. Arab ellaridan boshqa islom davlatlarida silingan mablag'ning umumiy soni bir qadar az. Lekin berayotgan qurilishlarmi az. Elib berilayotgan qurilishlarmi az. Bundan boshqa qolgan ahvollarmi yuqoriga o'xshash.
Yasash sohasida o'zini o'zi to'liq ta'minlashga e'tibor berilmayotidi. Buning sababi nima? Buningga shundoq javob berishga bo'ladiki, ishni hal qiladigan odamlar kasb ahli bo'lmaganlikdan shunda ahvol kelib chiqqan. Bizning davlatlarimiz plan tuzuvchi xodimlar bilan boshqaruvchi xodimlarning davlatlaridir. Texnika xodimlarining belgilash huquqi yo'q. Pokistondagi plan komissiyasi tarmog'ida fan texnika tashkiloti yo'q. O'tmishda Angliya ishg'olotidagi Hindistonning ma'muriy mahkamalarida saqlanib qolgan an'analar texmi nachar edi. Bu xil an'ana bo'yicha texnika xodimlarining o'z kasbidan boshqa biror ishni belgilaydigan iqtidori bo'lmaydi. Texnika xodimlarining nazar doirasi keng bo'lmaydi. Plan tuzish va xizmatlarni belgilash jihatida ular yetarlik tarbiya olmagan deb qaraladi. Yaponiya, Jungo, Chavshan, Shveysariya, Fransiya va boshqa barliq o'z kuchiga tayinib muvaffaqiyat qozongan ellarda olimlar texnika xodimlari davlat organlarini va sanoat taraqqiyotini boshqaradigan xodimlar bilan birga o'zaro xizmat sohasida samimiy hamkorlashadi, o'zaro moslashadi, yuqorqi xizmatlarga faol qatnashadi va jafodimi, halovatdimi birga bo'ladi. Amaliy fanlar, sanoat fanlari va asosiy fan texnikadan boshqa yana yezi egilik, jamoat sog'ligi, hayotlik qurilish, energiya manba sistemasi va davlat mudofaasini o'z ichiga oladi. Bu sohalardagi ahvol xuddi yuqoriga o'xshash. Yaqinda Töre Lord Mountbattenning Angliya podshohlik ilmiy jamiyatining bir yig'inida so'zlagan nutqi esimda turibdi. O, urush mezgilidagi Solli Zukirman apandi hamda keyin Nobel mukofotiga erishgan Töre Blaket qatorliq olimlarning birga xizmat qilgan kechirmishlarini so'zlab o'tdi. Lord Mountbatten 1939-yili birinchi qatim olimlarni qabul qilgan chaqda ularga ma'mur mahkamaning olimlarning urush masalasini hal qilish haqidagi bir jadvalni tarqatgan edi. Bu jadvalning tushuntirishini anglagandan keyin Zokiman apandi kulib turib mundoq degan: "Bu masalalar to'g'risida ko'z qarashingizni tafsili tushuntirmasangiz bo'ladi. Bizni o'zingizning yaqin sirdish qatorida ko'rib, maqsadingiz nima ekanligini aytib bering. Biz to'salg'u va masalani o'zimizning usuli bo'yicha hal qilib, andin hammamiz birlikda siz o'ttira qo'ygan nishonga yetish uchun eng yaxshi yo'lni topaylik." 3. Murojaat. Men nima uchun ilm ijod qilish ishlarini nihoyat qizg'in tashabbus qilaman? Buning sababi shuki, bizda Alloh taolo ato qilgan kuchli ilm elish orzusi bo'lishdan boshqa, bugungi sharoitda bilim kuch, amaliy fan, moddiy ilgirlashni qo'lga keltiradigan asosli vosita bo'lib qoldi. Uningdan boshqa yana bir sabab shuki, biz xalqaro ijtimoiyatning a'zosi bo'lsakmi, boshqalar bizni ko'zga ilmaydi. Biz bilimni ijod qilgan kishilarning ayblashi va masxarasiga uchrayapmiz. Bir necha yilning oldida Yevropadan kelgan Nobel fizika mukofotini olgan kishining so'zi esimga kelyapti. O, Abdusalom, siz rostilla bizni azaldan insoniyatning ilm-fan g'azinasiga biror narsa qo'shmagan yoki yaratmagan millatlarni qutqizish, yordam berish va ularni beqish majburiyatimiz bor deb tunimsiz? Deb so'radi. O, bu gapini demagan taqdirdami, men har qatim doktorxonaga kirsam, hozirgi har xil jonni qutqazg'uch unumli dorilar, pensilin tatib, ning hech qaysisini 3-dunyo ellari, arab yoki islom ellari kashf qilmaganligini o'ylasam, qattiq g'ururimga tegadi.
Men sizimni 3 murojaat bilan oyoqlashtirmoqchiman. Birinchi murojaatim davlat ichi va sirtida ishlayotgan barliq olimlarga va kasbdoshlarimga. Ikkinchi murojaatim o'z ta'limotlari orqali jamiyatimizni olg'a yetaklayotgan xodimlarga. Üçüncüsü, davlatlarimizning rahbariy xodimlari va ma'muriy boshqarish xodimlaridan kutadigan umid. Men so'zimni oldi bilan qarindoshlarimga va olimlarga murojaat qilishdan boshlayman. Bizning xodimimiz bek oz. Tashkilotimizning ko'lami har qaysi sohadan aytganda yanama kichiklab ketsa bo'lmaydi. Lekin biz bir ommaviy tashkilotning atrofiga zich uyushib ittifoqlashsaqlar, u chog'da ahvol boshqacha bo'ladi. Qisqasi, haqiqiy islom ittifoqining qurilishi va islom elleridagi ilm fanning gullanishi bizga bog'liq. Gerçi bizning odamlarimiz az bo'lsin-mu, eng bo'lmaganda sifat jihatdan bo'lsin-mu, bizda ulug'vor iroda bo'lsa, fursat kelganda zodi ojizlik qilmaymiz. Men sizlarga bu yerda Jamal Abdul Nasirning so'zini takrorlab o'taman. O, g'ururing bilan qaddingni ko'tar, o'zingga hurmat qil degan edi. 1946-yili men bir oliy maktab o'quvchisi bo'lib, Cambridge universitetiga kirgan vaqtimda o'zim bilan bir qarordagi angliyalik o'quvchilardan yeshim cho'ngroq, bilimim ulardan ko'proq edi. Lekin ular Newton, Maxwell, Darwin, Draklarning yurtidan kelganligi uchun takabburlik qiladi. O'tmishni eslasanglar, sizlarning davlatinglardimi Ibn Hisam, Ibn Sina, el burunidagi kishilar o'tgan emasmidi? Bunda faraz qilaylik. Agar sizni fan va amaliy fanga zarur bo'lgan barliq uskuna va yordamlarga erishdi deyli. Agar sizning tadqiqotingiz kelgusida amaliy qo'llanilsa, sizlarning o'z tashkilotinglarda o'z o'zinglarni idora qilish huquqinglar bo'lsa, o'z jamiyatinglarni taraqqiy qildirish planinglarni zihin qo'yib ishlashinglarga imkoniyat bo'lsa, chet ellardagi olimlar sizlarni bu ilm fanni gullantirishga yetakchilik rolinglarni joriy qildirishga taklif qilgan bo'ladi. O holda sizlarning tadqiqot o'rninglar va tadqiqot timanglarni Birlashgan İslamiyet ilm fan ittifoqining taraqqiyoti uchun ulug'vor planlarni tuzgan bo'ladinglar. Özüm şoğullanayotgan fizikinin tarmoqidan qaraganda, Jungo xalq egiligidagi ishlab chiqarishning umumiy qimmati biznikidan az. Ilm fandi bizdan faqat bir necha 10 yillar oldida turdi. Yaponiyadan burun dunyo bo'yicha 4-chi bo'lib, eng cho'ng yuqori energiyalik akselerator tizlatkichi asbob qurib chiqib, Amerika, Yevropa o'rtaq gavdasi ve Sovet İttifaqı ortak teşkilatıga kirishni umid qilayotgan yerda, shuningdek Jungo Tokamak yadro yig'ilish reaksiya qozini Intor qurilishiga qatnashib 15 yilda 1 milyard 500 milyon Amerika dollar qiymatidagi yadro yig'ilish quvvatiga erishishga umid qilayotgan yerda, Jungo olimlari yana dunyo bo'yicha eng sezgir tortish kuch to'lqin detektori, yana 1978-yili ishlaganga o'xshash, u butunlay fizika munbarida e'lon qilingan chertyoj bo'yicha ishlangan, qurib chiqarilgan yerda xalq egiligi ishlab chiqarishining umumiy qimmati bizdan xili tuban bo'lgan Hindiston radio teleskop ve alem nur cindisini layilab yasab chiqqan. Shuningdek, hozir ular yana Yaponiya bilan hamkorlashib, shaxsan o'zim qiziqadigan birinchi aqimliq protonning yemirilish
cho'nqurligini ko'rsatadigan yer osti tajribalarni ishkirlab loyilayotgan yerda. Nima uchun? Bizning ilm-fan ittifoqimiz o'z sohasi bo'yicha o'xshash ko'lamdagi fizikani asos qilgan texnikalik qurilishlar bilan shug'ullanish orqali fizika ilmining cho'qqisiga chiqishni ko'zlamaydi. Nima uchun bizning islom davlatlarida matematika fanining eng nufuzli tadqiqot o'rinlari yo'q? Buningga hayronman. Agar bizning o'z odamlarimiz kam bo'ladigan bo'lsa, o holda mushu fan sohasini sohibxon davlat bo'lib, xalqaroda hamkorlashib tadqiqot etib o'taydi. Bunday qilganda xalqaro ilm-fan sohasidagi qarzimizni ado qilganimizdan sirt bizga foydasi tegadi. Shuning bilan bir vaqtda INTOR yadro yig'ilish tadqiqot tashkili va xalqaro ilm-fan birlashmasining xalqaro yer sharini tekshirib kuzatish planiga o'xshash ishlarga bizning mamlakatimizning qatnashishini yoki g'ayri rasmiy yo'sinda qatnashishini umid qilaman. Yana alayli, xalq egiligi ishlab chiqarishining umumiy qimmati arab ellarining oralla 10 dan biriga barobar keladigan, fizika sohasida ixtisosli xodimlar kamchil bo'lgan Gertsiya Yevropadagi janna yadro tadqiqot tuzilmasiga rasmiy a'zo bo'lgan yerda. O yerda bir elektromotor qurilishiga 500 million Amerika dollar qiymati sarf qilingan bo'lib, o bizning birlik nazariyimizda oldin ala o'ttirib qo'yilgan ig'ir foton ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Nima uchun turklar, arablar va musulmonlarning irodasi boshqalardan bir daraja tubanlishi kerak ekan? Buningga men hayronman. Ulug'vor niyat va qaysar iroda bo'lsalar, butun zehn kuchi bilan ishga kirishsa, albatta iqtidor paydo bo'ladi. Tinmay kurash qiladigan bandisiga Alloh ana shuni ato qiladi. Ikkinchi murojaatim aramizdagi o'zlarining amaliy ta'limoti bilan ijtimoiyatni obod qilib tuzayotgan kishilarga qaratiladi. Biz Qur'on Karimdagi ta'limlarni unutib qolmaylik. Hamda bu ta'limlarning ijtimoiy nishonlarimizga o'rtaq ekanligini unutib qolmaylik. Paqirning kaltipamlik bilan kuzatishimcha, bu ta'limotlarning ta'biri shuki, islom bu tugabdi mina bu kitobninki mushtarifi bir qancha beti kam o'xshaydi, qadrli qarindoshlar. Qog'inni o'zingni tepib, yana to'liqroq nusxasi bo'lsa tepib o'qib olinglar. Kitob tugadi. Oyig'idagi ikkinchi murojaat hamda uchinchi murojaatni anglagan bo'lsak, yaxshi bo'ladi. Uni original tepib o'qib chiqasizlar qarindoshlar. Vaqtmi bir yerga bordi. Rahmat, xayr xo'sh. Alloh amonat bo'linglar.